Assalomu qadrli kanalimiz obunachilar, elektrik velosiped so'raganlar uchun xo'p nalichiga sotuvga kelgan. Bundan hozirda bor. Xo'p, faralarini ko'rsatib o'tamiz. O'zini kech payt avtomatik yonadi, juda ham zo'r. Xo'p, akkumulyator Raman ichida bo'ladi. Kachsvinli narsa so'raganlar uchun juda ham chiroyli, zo'r narsa. Bu Xitoyniki emas, Yevropa eksportga chiqqan narsa. Egarlarni ko'rasiz, o'zining kachsvinli amortizatorlari bor, amortizatorlar bor. Yelkalari ham xuddi alyumin bo'ladi, uchun original yelkalar qo'yilgan. Pedallari alyumin, juda kachsvinli narsa deb aytib o'tamiz. Xo'p, Nexus brendida 3 talik skarasnoyli apparatlari bo'ladi. Har doim olib tortadi. Bunga biz 30-35 kilometr yuradi deb bemalol ayta olamiz. O'zini bemalol ko'rishingiz mumkin. Gazlari ham bor mana. Oshlarni ko'ryapsizlar mana. Soatlar berib yuboradi, juda ham zo'r narsa. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli elektrik velosiped so'raganlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bizda nalichida bizli skuterlarimiz, e-bikelarimiz bor, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham 500 kubalik bizli motorlarimiz, yangi kelgan modeldagi skuterlarimiz bor. Xo'p, nomerlar har doim pastga qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar, elektrik velosipedni kachsvinlisini so'raganlar ulgurib qolamiz. Hozirda bundan ko'p emas. Hozirda bir 8 dona kelgan sotuvga. Aloqaga chiqinglar.